pul kelyapti, problemasi yo'q, stabil korxona o'syapti, kengayib ketyapti, ishini boshqalarning qo'li bilan qilyapti. Endi deydi, yashashdan mazmun. Yeydigan narsasi bor, ichadigan narsasi bor, yashaydigan uyi bor, maza yo'q. Nima uchun yashayotganini tushunmayapti tadbirkor. Universitetda ham xuddi shu holatni ko'rasiz. Kim nima xohlaysan? Bir nimadir bo'lar, misol deylik, deydigan holat bo'ladi. Maqsadsizlik juda katta dangasalikka olib keladi. Maqsad yo'q, chunki miyada nima uchun harakat qilishni sababi yo'q. Nima uchun o'qish kerakligini sababi yo'q. Gitlerning davrida konslagerlardan birida jazo turlaridan biri bir joyni qozishga vazifa berilar ekanda, qozib bo'lgandan keyin uni yana qaytib ko'mar ekan. Keyingi joyni qozar ekan, keyin yana qaytib ko'mar ekan. Bu jazo boshqa jazolarga nisbatan bu moralniy jazoda bu. Maqsad yo'q bu yerda. Maqsadsiz qilingan ish moralni ezar ekanda odamni. Va bu yerda ota-onalarning ham bu yerda muammosi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki ularning o'zida ham maqsadlar yo'qda. Ular ham o'sha ta'limni ko'rgan, maqsad qo'yishni o'zi ham bilmagandan keyin farzandiga maqsad qo'yishni o'rgata olmaydi. Auditoriyada bir 90 tacha talaba. Siz dedilar, nima maqsadda yashayapsiz dedilar. Yashashdan maqsadingiz nima dedilar. Menga hech kim hayotim jarayonida bu savolni bermagan shu paytgacha. Menda bu savolga javob yo'q edi. O'sha paytda nimadir deyish kerakda, endi o'tirish kerak-ku. Men aytdimki, hayotda yashashdan maqsad Assalomu alaykum. Ibrohim aka, xush kelibsiz bizni podkastimizga. Biz ilk qadam nomli podkast boshlaganmiz. Nima uchun ilk qadam? Bu insonlarni yoshligidan rivojlanishini ilk qadami bu maktabdan boshlanadi degan bir g'oya bilan chiqyapmiz. Shunday ekan, sizni yoshligingiz, maktab davrlaringiz va hozirgi darajaga chiqib kelishingizda maktabingizda qanaqa darajada ta'siri bo'lgani haqida suhbatlashamiz. Xush kelibsiz. Alaykum assalom, rahmat taklif uchun. Umid qilamanki, bugun juda ajoyib bir podkast bo'ladi. Bizni kuzatayotgan yoshlarga yoki ota-onalarga juda manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa boshlaymiz unda. Ibrohim aka, sizni biz biznes ustoz deb bilamiz. Ko'p ta'lim olganmiz. O'shaning uchun ta'limdan chetdagi inson emassiz. Baribir ta'lim, tarbiyani ichiga oid. Chunki misol uchun ko'p ustozlarimizdan eshitganimiz biznes bu o'shani qurgan biznes egasini shaxsidan o'sib keta olmaydi deyiladi-da. Ya'ni biz qaysi darajada bo'lsak, bizning biznesimiz ham o'shanga yaqin bo'ladi. O'shaning uchun ta'limga oid bo'lgani uchun sizga ham yaqinroq bo'ladi mavzular. Maktabingiz haqida, maktabingizda misol uchun qanaqa boshlangan, ayniqsa boshlang'ich sinfda, mana bizning maktabimizda biz poydevor deb bilamizda. Ya'ni poydevor bilsangiz, Nestvanniki qanchalik mustahkam bo'lgani uchun tepada 50 etajdan balandroq bino turibdi-da. Lekin bizga ko'rinmaydi. Ko'pchilik o'sha boshlang'ich sinf, 1-sinfdan 4-sinfgacha ko'pchilik birinchi o'qituvchisini eslaydi. Lekin qanaqa ta'lim berilgan desa, juda ham soddaga o'xshab tuyuladi-da. Lekin aslida eng asosiy fundamentni biz o'sha vaqtda qo'yganmiz. Shunday ekan, sizni boshlang'ich sinf davrlaringiz qanday kechgan, qayerda bo'lgan, nechinchi maktabda bo'lgan, o'qituvchilaringizni eslasak, qaysi birlari sizda esingizda qolib ketgan? Yaxshi. O'zi fundamenti menimcha banda bog'chadan boshlangan. Ha, shunday. Ya'ni bog'chada rus bog'chasiga borganman-da. Hayotim jarayonida shu rus tilini o'rgangani menga juda ko'p manfaat bergan joy bo'lgan. Endi Buxorodan bo'lganim uchun tojik tilida hamda rus tilida gaplashganman, o'zbek tilini bilmaganman. To 1-sinfga kirgunimcha. Chunki uyda hamma Buxoroda tojikcha gaplashgan. Esimda bor, o'sha 1-sinfga tayyorgarlik bo'ladimi bilmayman. Menga o'rgatishyapti, burun degani mana bu, quloq degani mana bu. Sandan so'rashadi-da. Borganmanda, burun desa ko'zni, ko'z desa quloqni, xullas chalkashtirganman-da. O'zbekchada sal. Endi maktab o'zbek bo'lgani uchun, nimamiz o'zbekcha bo'lgani uchun o'rganish juda oson bo'lib ketgan. Shunaqa bir voqea bo'lgan. Shu qiziq, o'zim esimda qolgan narsalardan-da. Men o'zi 24-maktabda o'qiganman. Buxoro tumaniga tegishli maktab edi. Keyinchalik u 40-maktab bo'ldi. Endi bolalikda eslaydigan narsalardan juda ham yuvosh odam bo'lganman-da. Hech kim bilan urushmaydigan, urushni bilmaydigan, kim nima desa xo'p deydigan, juda bir
rahmdil bir bola bo'lganman-da, eslayman bolaligimda. Ko'p bolalardan ana ko'chani bolalari bo'lardi-yu. Bir eslayman, bir shunaqa bir holat bo'ldi. Insonni juda ham nima deydi? Sodda bo'lsangiz agar sizdan foydalanish mumkin ekanda. Shunaqa joy bor. Maktabda bu narsa bo'ladi-da, ko'p bo'ladi. Esimda bor. Dars tugadi, darsdan keyin qaytib ketyapman uyga. Qaysidir bir sinf bolalari 5-6 kishi bo'lib meni o'rab olishdi-da. Bittasi aytayapti-ki, "Sen nima uchun deydi, meni kuchugimni o'ldirding" deyapti. Men aytdim, "Qanaqa kuchugman? Kuchugni o'ldirishni men taq urishyapti-da meni, kechyapti." Ya'ni shunaqa bir holatlar bo'lganda, kutilmagan qanaqadir narsalar. Yoshlikda o'qituvchilardan bir ximiya o'qituvchisi bo'lardilar. Menga juda katta ta'sir o'tkazganlar o'sha kishi. Ximiyani men umuman ximiya o'qimasdim-da. Lekin yangi o'qituvchi keldi. U kishi ximiyani shunaqangi darajada sevdirdiki, ximiyaga qiziqish oshib ketdi-da. Oradan ozgina vaqt, ko'p bo'lmadi u ham. Qanchadir vaqt bo'ldi, u kishi yana ketdi, yana boshqa o'qituvchi keldi. Shu joyda yana ximiyaga bo'lgan ishtiyoq so'ndi. Keyinchalik men buni tahlil qildimki, dedim, demak, o'quvchini fanga qiziqtira olish, o'quvchini ma'lum bir fanda rezultatga olib chiqa olish, to'g'ri, bu yerda 3 tomonlama aloqasi bor. Misol deylik, o'qituvchini o'rni bor, o'quvchini o'rni bor, uni ota-onasini o'rni bor. Lekin bu yerda katta o'rin egallaydi o'qituvchi. To'g'ri podxod, to'g'ri podacha, to'g'ri yetkaza olish, uni muhimligini anglata olish va qadamma-qadam uni miyasiga ma'lumotni joylashtira olish bu muhim narsa ekanligini o'sha paytda qisman tushunganman-u, keyinchalik buni men yaxshi anglaganman. Sizdan tushundim. Ximiyaga qiziqish, demak, o'sha shaxsga, ya'ni o'qituvchi shaxsiga bog'liq deyapsiz. Bu narsani juda ham ko'pchilik bilan biz suhbatlashganimizda ayni shunga o'xshash narsani eshitganmizda. O'qituvchining liderligi, uni o'ziga qarata olishligi, aytganingizdek qanaqa mavzuni qanaqa berishi, ya'ni ma'lumot beruvchi emas, u bir paytda o'zida o'sha sinfni o'ziga qarata olganda, o'zini fanini orqasidan ergashtira olganda, mana shunaqangi o'qituvchilarni biz doim qidiramiz o'zimiz. O'qituvchi shaxsiga juda e'tibor beramiz. Chunki u faqat bilim tarqatuvchi emas-da, u bir paytda o'zida ham tarbiya beruvchi, ham qanaqadir ma'noda ta'sir o'tkazuvchi inson hisoblanadi. Mana boshlang'ich sinf haqida gaplashdik-da siz bilan. 1-sinfdan 4-sinfgacha bu 10-11 yoshgacha bo'lgan oraliqda. Mana shu oraliqqacha sizda bitta o'qituvchi o'qitganmi? 1-sinfdan 4-sinfgacha yoki o'qituvchilar almashib turganmi? Menda bitta o'qituvchi bo'lganlar, Boltayeva degan ustoz bo'lganlar. 1-sinfdan 4-sinfgacha bitta o'qituvchida. Unda harflarni o'rgangansiz, sanashni o'rgangansiz, keyin endi bizga sodda tuyuladi-yu, lekin bu asosda baribir. Men bu karali jadvalni yodlaganmiz, misol uchun. Chunki men o'zim ham eslayman, bizani boshlang'ich sinf o'qituvchimiz karali jadvalni yodlatishga rosa qattiq e'tibor berganda, hozir eslasam, mana biz hozir biznes qilamiz deymiz, hisob-kitoblarning ichidamiz-u, o'sha vaqtda asosiy fundamentlar qo'yilganda, karali jadvaldan qo'yilgan deb o'ylayman. Chunki matematikada ko'p narsa baribir boshlang'ichdan beriladi-da. Boshlang'ichda yaxshi o'qilsa, biz endi o'zimiz maktabimiz misolida ko'ramiz, yuqori sinflarda qiynalmaydi. Matematikada qanaqa bo'lgansiz siz? Men yaxshi o'qimaganman matematika. Matematikada unchalik qiziqish bo'lmagan sizda. Yo'q. Nimalar, qaysi fanlarga ko'proq qiziqqansiz? Endi boshlang'ichda eslolmayman men. Qaysi fanlarga men qiziqqanimni. Tarix ozgina qiziq edi. Uni ham o'sha ustozga bog'liq ekanda. Men shuni endi rus tili bu ham menimcha yaxshi ko'rgan nimalarimdan bo'lsa kerak, chunki fundament bog'chada bo'lgan, aytilgan topshiriqlarni yaxshi bajarish nimasi bor edi menda. Xo'p. 5-sinfdan keyin jismoniy tarbiya menga ko'proq yoqishni boshlagan. Sababi o'sha
sport bilan shug'ullanishni boshlaganman, taekwondo bilan. Shu ko'proq anaqa bo'lgan. Shular bo'lsa kerak. Maktab davri 9-sinfgacha o'qigansizda? 11-sinfgacha Ha, o'qidim. 11-sinfgacha o'qigansiz. 11-sinfgacha o'qidim. Ha, siz o'qigan vaqtlaringizda bor edi, hali. Chunki kollejlar, Bor edi. litseylar Endi boshlanib ketgandi-da. Keyin majburiy menimcha o'tkazib yuborishdi-da keyinchalik. Kollejda o'qiysizlar yoki litseyga borasizlar. bizdan oldingilarda sinfdan sinfga sakrash degan narsa bo'lardi. Bizga kelib to'xtagan sakrash degan narsa. Nechinchidir sinfdan qaysidir sinfni o'qimasdan turib keyingisiga o'tish bor edi. Chunki 11 yillikka o'tgan vaqtda 10 yillik edikda bizda ta'lim, keyin 11 yillikka o'tkazishdida bular bitta sinfda sakratishdi ko'pchilikni. O'shani aytyapsiz shekilli. Chunki shuni 11 yilga o'tganimizda bitta yil oldinga sakraganmiz. O'zi bilsangiz, dunyo tajribasida o'zi ta'lim 12 yillik beriladi. 4 yil qilib bo'lib olishadi-da, 3 ta bo'lakka va shunaqa shaklda berishadi. Bizda esa menimcha oxirida 2 yil 10-11-sinfda alohida berishadi, qolgan boshlang'ich va o'rta sinflar deydi, 5-sinfdan 9-sinfgachagina. Xullas, bizda endi ta'lim tizimimiz o'zimizga xos, O'zbekistonning o'zini ta'lim tizimi bor. Mana bu yil 12 yillik qilishga harakat boshlangan o'zi. 6 yoshdan maktabga olish bo'yicha menimcha qabul boshlansa kerak shu yil. Xo'p, maktab davrlari haqida mana juda ko'p biznesmenlar bilan ham siz suhbatlashgansizda, faqat o'zingiz emas. O'sha maktab davri qanaqa ta'sir qilgan ularga yoki maktab davri u darajada ta'siri bo'lmaganmikin yoki kam darajada bo'lganmikin, o'zingiz bir xulosalaringiz bo'lsa, endi juda ko'p biznesmenlarga siz konsultant ham bo'lgansizda, endi maslahatlar berasiz. Biznes men insonni shaxsini shakllanib kelishi borda o'ziga yarasha. O'sha bo'yicha maktab ularda hayotida qanaqadir o'rinda turadi. Chunki nimaga desangiz, Ulug'bek Hojiahmedov taniysiz, ustozimiz. Ular shunaqa yoshlikdagi travmalar, shunaqa narsalar bilan ko'proq o'shalarni topish, keyin ularni yechimini berish, o'sha nima deydi, qanaqadir to'siqlar bo'lib qoladi odamni miyasida. O'shalarni to'siqlarni olishlar bo'yicha ko'p maslahatlarni bergandi-da. Hamma narsa shu yoshlikka borib taqaladi, maktabga borib taqaladi derdi-da ular. O'sha bo'yicha qanaqa fikrlar bera olasiz? Masalan, aytishim mumkinki, tadbirkorlar bilan ishlash jarayonida ko'pchilik bizda o'qigan tadbirkorlar, mana hozirgi guvoh bo'layotgan tadbirkorlar qandaydir bir maktabda yaxshi o'qishmagani ma'lum bo'lyapti-da. Qandaydir bir misol deylik, maktabda a'lo baholarda yoki qandaydir bir tartibli, intizomli, odobli bo'lib o'qishmagani ma'lum bo'lyapti. Qandaydir bir nima deydi, ko'chani odamlari, qandaydir bir o'ziga xos qanaqadir xarakteri bor, o'zinikini nima deydi, qildiradigan, misol deylik, qaysidir joyda sho'x, misol deylik, sho'xlik qiladigan ekanliklar ma'lum bo'ladi. Siz ham shuni sezganmisiz? Qandaydir bir shuni nimasi bormi? Sizlarda qandaydir bir statistikasimi, qandaydir bir holati bormi sizlarda? Ya'ni men demoqchimanki, a'lo darajada o'qigan, yaxshi o'qigan bolalarda haqiqatan ham fanni, predmetni yoki qaysidir bir kasbni mukammal chuqur o'rganish bor. Misol deylik, ishni yaxshi bajarish bor. Lekin biznesmenlikda ishni yaxshi bajarish kerak emas-da, u yerda ishni yaxshi tashkil qilish degan narsa bor. Yaxshi bajarish bor, yaxshi tashkil qilish bor. Maktabda masalan o'rgangan bilim, tajribalar ishni yaxshi qilishga yordam beradi. Masalan, o'sha fanlarni yaxshi o'zlashtirgan bolalar, yaxshi a'lo baholarda o'qigan bolalar qaysidir bir yo'nalishni tanlasa, o'sha yo'nalish bo'yicha yaxshi natijalar qila oladi. Misol deylik, buxgalteriya bo'ladimi yoki bilmayman qandaydir bir boshqa yo'nalishlar bo'ladimi, zo'r qiladi shu ishni. Lekin maktablarimizda bizni biznesga o'rgatmaydi-ku, misol deylik. Yoki biznesmen tarzida fikrlashga o'rgatmaydi-ku. Shu nuqtai nazardan sho'xligi ularni ko'chaga chiqib har xil balolarga nima bo'lib, u yerga borib bundan gap eshitib, ya'ni ularni o'sha sho'xliklaridagi qaysidir joyda
tartibsizliklari deymizmi, har xil narsalarni qilib ko'rish imkonini beradi. Bu yerda tartib bilan masalan aytgan narsani qilish bor, bu yerda tartibsiz harakatlar bor. Tartibsiz harakatlarda har xil narsalarni sinab ko'rish yuzaga keladi. Sinab ko'rish bahonasida tartibli lekin sinab ko'rmagan, tartibsiz lekin sinab ko'rgan va ikkalasini hayotiy nimaga qo'ygan paytda sinab ko'rgan odamlarda ko'proq narsani realligini his qilish paydo bo'ladi-da. Shu nuqtai nazardan bir shunaqa joyi bor. Lekin agar o'sha odam ham ilmni olib shu nimaga chiqadigan bo'lsa, u juda katta rezultatlarga erisha oladi. Shunday, to'g'ri. Mana shu nuqtasi ham bor. Mana shu nuqtasi ham bor. Endi hozir siz aytadigan insonlar masalan darajalari ko'pda endi. Hozir biza o'rta va kichik biznes egalari va katta biznes egalari deb ajratadigan bo'lsak, men o'zim kuzatganlarim endi o'zimiz siz ham biz ham taniydigan katta biznes egalarini ko'pchiligi intizom bilan bir nima deydi, qo'shaloqchida botaniklarga o'xshab yaxshi ilm olganda aytganingizdek oxirgi fikringizdagidek ular ham bu tomonda eplagan, ham bu tomonda qila olganligi uchun katta bizneslar qila olgan deb o'ylayman-da. Bu bor gap, aytganingiz to'g'ri. Chunki boyagi qoidalarni qoida qilib olib, keyin o'shandan chiqmasdan nima deydi, shunaqangi insonlar ham bor. Ya'ni ko'p bilim oladi, ko'p ma'lumot oladi, lekin uni qanday qo'llashni bilmaydi. Keyin uni riskovat qilishda ham qo'rquv paydo bo'ladi. Qo'rquv bo'lib qoladi. Riskovat qilishdan qo'rquv paydo bo'ladi. Qoliplarni ichida yashaydi demoqchisiz. O'sha qoliplarni buzolmagani uchun u unaqa katta bir o'zini tashkillashtira olmaydi. Ya'ni qo'rquv bo'ladi demoqchisizda. Bunga qo'shilaman. Bu ham bir tomondan bor. O'sha narsalarni bolalikka borib taqasak-da, ya'ni o'sha maktab davriga borib taqasak, bu hozir siz aytayotganingizdek ko'riladi-da. Masalan misol uchun men o'zim ham dars beraman o'zimiz maktablarimizda. Liderlik kursi degan o'zimda kurs qilib bir 16 ta maktabning ichida 16 ta darsim bor. O'zimizda bolalarga 9, 10, 11 sinflarga o'taman asosan. Endi ularni kuzataman. Hozir aytayotgandek ko'pchiligini yoshligidan seziladi-da. Birdan his qilasiz-ku, misol uchun ko'p bolalarni o'qitib o'rganingizdan keyin mana shu bola lider bo'ladi yoki mana bu bola bunaqa darajada, bu bunaqa darajada deb o'zimizcha bir nima qilamiz, fikrlaymiz. Men o'ylaymanki, misol uchun siz yoki boshqa qanaqadir bir tadbirkorchilikni kelajakda qila oladigan odamlar ham baribir o'zini kurtaklarini maktab davrida ko'rsatganda, mana shularni men topgim keladi, keyin ularga yordam bergim keladi. Chunki masalan biza bu yaxshi bir biznesmen bo'lishimiz uchun qanchadir yillarimiz ketganda, agar bir yaxshi bir ustoz chiqib yo'l ko'rsatganda, balkim uni tezroq qilarmidik deb o'ylayman-da. Shunaqa. Endi maktab davri haqida gaplashamiz-ku. Sizni o'zingizni maktab davringiz haqida ko'proq o'zingizni shaxsiyingizni shakllanishi haqida gaplashsak, o'zingiz qanaqa kitoblarga qiziqqansiz? Maktab davrida bir kitobxon bo'lganmisiz yoki kitoblarni unaqa sevmaydigan yoki boshqacha shaklda bilimlar oladigan inson bo'lganmisiz? Azizlar, turli biznes yo'nalishlari hamda turli podkastlar yoki intervyular va shunga o'xshash YouTube loyihalari uchun Udip nomli agentlik bilan ishlayapmiz. Ular o'zining YouTube menejerlari bilan bizning mana shu loyihamizga yaxshigina o'zlarining hissasini qo'shishmoqda va ularni biz tavsiya qilamiz. Menda maktab davrida, mana eslayman, maktab davrida unchalik ilmga qiziqish bo'lmagan menda. Menda faqat to'g'ri 10-11 sinfda adashmasam shu joyda boshlangan. Ya'ni podkursga borgandan keyin yana ustozni o'rni bor edi bu yerda. Bir nechta shu universitetga o'qishga kirish uchun podkurslarga borganman. Unisiga bunisiga borganmanda, bitta ustozga to'xtalganman. Haqiqatan ham ilmga bo'lgan muhabbatni qalbimga sola olgan odamda. Sattor va Sayyora degan ustozimiz bo'lardilar. Hali ham borlar, umrlari uzoq bo'lsin. U kishini o'sha podkurslarida o'sha muomala, munosabat, ilmni o'sha nima deydi, yurak-yurakgacha yetkazib bera olish, muhabbat bilan o'sha ilmni bera olish va uni tarqata olish kabi narsalar ko'p menga ta'sir qilganda, hayotimning keyingi qismida
ana o'sha ilmga bo'lgan muhabbat keyinchalik oshib borish yuzasidan bu yo'llar ochilib ketganda, boshqacha qilib aytadigan bo'lsak. Podkurs deganda repetitorlarni aytyapsiz-da. Repetitorlar. Avval Ko'pchilikka shunaqa repetitorlar bo'lardi-ku. Ko'pchilikka shunaqa ta'sir qilgan. Masalan, men o'zim ham repetitorga borganimda o'qituvchilarimdan ko'p narsalarni o'rganganman. Lekin mana Buxoroda repetitorlikni siz ko'rgansiz, bizlarda ham shunaqa, shunga yaqinroq, juda qattiqqo'llik bilan yodlatish hisobiga nima deydi, totalitar deylik, qo'shni ichida shunaqa rejimda o'rgatishadi-da. Endi bundan ham bir ko'p yaxshi tez natija olsa bo'ladi. Lekin erkinroq qo'yilgan ta'lim bor, qattiqqo'llik bilan o'qitiladigan ta'lim bor-da. Mana sizda ham, bizda ham shu qattiqqo'llik hisobiga bizlar yaxshi natija ko'rganmiz. Tez deylik, tezroq natija ko'rganmiz-da. Lekin mana hozirgi davrda esa bu narsani qo'llash qiyin bo'lib ketdi-da. Ya'ni qattiqqo'llik sizga aytishim mumkin. Mana hozir qattiqqo'llik bilan nimani ikkalasini aytdingiz-ku. Bu yerda uslub, men ko'rgan endi uslubda bu ikkalasini majmuasi bor edi u yerda. Ham qattiqqo'llik bor, ham mehr bor. Ya'ni siz u yerda ustozni podvodit qilmaydingiz. Ya'ni aytgan-ku, ya'ni bu yerda mas'uliyatni his qilgan holda, ya'ni qo'rqqaningiz uchun emas. U yerda men o'qigan joyda qo'rqqan uchun o'rganilmagan, yaxshi ko'rgan uchun o'qilgan. U boshqa narsa. U boshqa urovendagi narsa. Shunday. Siz yaxshi ko'rasiz, uni e'tiboridan qolishini xohlamaysiz ustozni. Podvodit qilishni xohlamaysiz jamoa ichida. Shu. Bu ham bitta bir uslub, go'zal uslub deb o'ylayman buni. Bu o'qituvchini liderligiga bog'liqda. O'zini sevdirib, qiziqtirib o'rgatishi bu boshqacha bo'ladi. Majburlab o'qitish u ham bir boshqacha bir uslub. Masalan, bular hammasi o'zi o'qituvchilarning uslublari. Hozir lekin shu majburlab o'qitish uslubi borgan sari kamayib, tarafdor emasman. Kamayib boryapti. Xo'p, yaxshi, zo'r suhbat bo'lyapti Ibrohim aka. Chunki misol uchun ko'pchilik uchun bu manfaatli bo'ladi. Mana sohalar haqida gaplashsaydi, mana ko'pchilik ota-onalar bilan biz gaplashamiz. Masalan, men o'zim ham dars o'tganimda 9-sinfdan boshlayman-da. Ularga 9-sinfda birinchi o'tadiganim o'zi maqsadlaring nima degan savoldan boshlanadi. Endi kim bo'lmoqchisizlar? Ya'ni bu savolingiz juda go'zal. Qaysi soha egasi bo'lmoqchisizlar? Chunki ularda ayni paytida 9-sinf tasavvur qiling, 16 yoshli yigit qizlar o'zini kim bo'lmoqchi ekanligini, maqsadini aniqlab olishligi kerak edi. Lekin shoning ko'pchiligi bir 10, balkim 20% gacha qiziqib aytib biladi, lekin qolganlari aniq emas. Keyin nimaga aniqlamagansizlar desam, endi aytadigani baribir o'zgaradi-ku deydi. Masalan, baribir o'zgaradi-ku, o'zgargani uchun hali aniqlamadim, qachondir bir qanaqadir sabab bilan men sohamni aniqlab olarman deydi-da. Mana shu sohalar bo'yicha endi siz juda ko'p sohalarda biznes egalari bilan gaplashgansiz, suhbatlashgansiz. Mana shu sohalarda qaysi birlari hozirgi mana ota-onalarimiz bizani ko'rsa, kuzatsa, men aytadiganim 9-sinfgacha o'zi bola o'zini qiziqishlarini topib, sohasini aniqlab, mana shu sohada, mana shu universitetlarga kiraman degan bir niyat bilan, maqsad bilan harakat qilish kerak deyman. Mayli o'zgarsa o'zgarsin, lekin maqsadi bo'lsin. Maqsadsiz yurgandan ko'ra o'zgaradigan bo'lsa ham bir maqsadi bo'lsin deyman-da. Ota-onalar bilan gaplashsam. O'shalarga o'zingizni bir anaqa maslahatlaringizni bersangiz. O'zi mana hozir aytdingiz, men eslayman-da maktab davrida. Maktabda o'qib yurgan paytda maqsad yo'q edi. Maqsadsizlik juda katta dangasalikka olib keladi. Maqsad yo'q, chunki miyada nima uchun harakat qilishni sababi yo'q. Nima uchun o'qish kerakligini sababi yo'q. Ko'p katta bir muammolarga olib keladi bu. Universitetda ham xuddi shu holatni ko'rasiz. Kim nima xohlaysan? Bir nimadir bo'lar, misol deylik, deydigan holat bo'ladi. O'sha uchun o'sha maqsadlar 9-sinfgacha dedingiz, bizning ota-bobolarimiz 14 yoshgacha bolalarga hamma bilimlarni berishgan. Pul ham topishni bilgan bola 14 yoshda. Misol deylik, bizda maktab u yer tursin, universitetni bitirayotgan hali haqiqiy hayotda oldi-berdi munosabatlari, pul topish munosabatlaridan uzilgan bo'ladi-da. Uylantirish hamma narsani ota-ona qilib beradi. O'qitadi ham, universitetga ham kiritadi, uylantirib ham beradi va hokazo. U hayotdan uzilgan odam bo'ladi-da, ya'ni tayyor emas real hayotga. Pul bilan munosabatni bilmaydi, odamlar bilan munosabatni bilmaydi.
maktabdan maqsad qo'yishni agar buni programma darajasiga kiritib, misol deylik, qo'yilsa, bu haqiqatan ham juda ajoyib narsa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bolalar gubkaga o'xshab tez ma'lumotni oladi. Va bu yerda ota-onalarni ham bu yerda muammosi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki ularning o'zida ham maqsadlar yo'q-da. Ular ham o'sha ta'limni ko'rgan, misol deylik, maqsadsizlik nimasidan kelgan, maqsad qo'yishni o'zi ham bilmagandan keyin farzandiga maqsad qo'yishni o'rgata olmaydi. Bu agar maktab bunga yordam beradigan bo'lsa, qandaydir bir maqsadlarni qo'yishga. Qaysi sohalarni tavsiya qilasiz, masalan, mana kelajakda rivojlanib borayotgan, hozir bizning ota-onalarimizni ham katta qismi, aytdim-ku sizga 70-80% qismi bizda tadbirkorlarning farzandlari o'xshadi. O'sha tadbirkorlar o'zlarining farzandlarini qaysi sohalarga yo'naltirishsa ertaga adashmaydi. Masalan, mana hozir 11-sinf bitiruvchilarimiz bor bizda 130 ta adashmasam. Ularni kecha men ma'lumot oldim. O'zi 122 tasi universitetlarga topshirib bo'lgan, asosiy qismi chet elga topshirgan. Va juda katta qismi o'zi kirib bo'lgan universitetlarga, chunki oldindan natijalar chiqadi. Ular o'zi tugashini va keyingi yil sentyabrdan chet elda o'qishini kutib turishibdi-da. Endi ular 11-sinf bo'lgan, biz adashmasam shu 11-sinflarimizga mana shu o'quv yilini boshida universitet tanlatdik biz, tanlashga yordam berdik deylik. Bir sohasini tanladik, bir universitetni shunga qarab tanladik-da. Qaniydi bizning niyatimiz endi oldinroqdan bu narsalar bor bo'lsa, o'shanga qarab harakat qilib kelaverardi-da. Siz shu sohalar bo'yicha, mana shu sohalar kelajakda zo'r bo'ladi. Mana shu sohalarga farzandlaringizni qiziqtiringlar. Ertaga yaxshi biznes qilish mumkin yoki yaxshi daromadlik yoki yaxshi o'zini qiziqishlarini topadi shunda deya olasiz. Misol deylik, mana hozir tadbirkorlar bilan ishlaymiz-ku. Tadbirkorlar bilan ishlash jarayonida kadr yetishmovchiligi yaqqol seziladi. Ayniqsa rivojlantiraman korxonani degan tadbirkorlarda kadrlarga bo'lgan ehtiyoj juda baland. Kimlardir, qaysidir bir tadbirkorlarimiz Turkiyadan mutaxassislarni olib kelyapti. Shunday. Xitoydan olib kelyapti. Germaniyadan olib kelayotganlari bor. Hammasi top pozitsiyalarga yoki noyob yo'nalishlarga qo'yishyapti. Masalan, mana hozirgi davrda birinchi fokus qaratish kerak deb o'ylayman, bu sun'iy intellekt bilan ishlash texnologiyalariga fokus qaratish kerak. Hamma narsa sun'iy intellekt orqali bo'ladi. Ya'ni qaysi sohani hozir men sizga aytsam, u ham sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, marketing sohasi juda talabgor sohalardan bittasi. Yaxshi marketolog topish oson emas. Agar marketologlikni tanlab o'sadigan bo'lsa, yaxshigina pul topish mumkin. Yoki HR sohasida o'qisa, mana tadbirkorlarning o'zi bizni kuzatayotgan bo'lsa, o'zi biladi dardini. Xodim topishda masalan muammolar bor. Xodimni topish bilan shug'ullanadigan xodimning o'zidan muammo bor. Yo'q, unaqa odamning o'zi hamda. Biznes egasining vaqti yo'q, faqat tanish bilish qarindoshlarni ishga oladi. Kadrlarni ichkaridan yetishtirib beradigan mutaxassis yo'q. Masalan, har bir korxonada bo'lishi kerak. Yo'q bunaqa mutaxassislar. Proyekt menejerlarga talab bor. Masalan, loyihalar ko'p, loyihalarni boshqaradigan bosh yo'q. Ijrochi direktorlarga, yaxshi kuchli rahbarlarga talab bor. Mana sizlardan hozir menejmentda sizlar qanaqa o'z kengayapsizlar? Qancha kadr kerak hozir sizga? Agar kadringiz bo'lganda edi, kengayish problema emas edi. Chetga ham chiqib kelardingiz, misol deylikda. Shu joy sizni to'xtatib turibdi. Bunaqa korxonalar ko'p-da. Kengayaman, tarmoqlashaman desa pul bor. Pul bilan bo'lmaydi, hal bo'lmaydigan narsalar bor. Pulda muammo yo'q, faqat kadrda muammo bor. Ya'ni meni nazarimda IT texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgan har qanday yo'nalishlarga yo'naltirish kerak bolalarni deb o'ylayman. Sun'iy intellektga ko'p urg'u berish kerak. Men hozir o'zim ham shu sun'iy intellekt temasida o'qiyapman. Juda ko'p narsalarni o'zim ham kodlar даже sun'iy intellekt orqali kodlar ham qilyapman, misol deylikda. Chunki potensialni ko'ryapman-da. Juda katta potensial. Shu to'rttasini ishlataman. Hozirgi yoshlar juda o'tkir. Hozir bitta vazifa bersangiz, shuni olib boradida, shuni rasmiy tushirib tashlaydi, yechimini qiladi, uni qog'ozga chiqarib olib kelyapti-da. Keyin uni siz tekshirmoqchi bo'lsangiz, siz ham sun'iy intellektga berasiz-da, siz ham tekshirtirasiz. Shunaqa bir zamon bo'lib qoldi hozir.
O'shaning uchun sun'iy intellekt rivojlanib ketyapti. Faqat bu yerda sun'iy intellektni yozishma yoki prosta chat sifatida emasda, uni hozir agent sifatida ishlatish. Hozir sun'iy intellektda agentlar davri boshlandida. O'sha kompyuteringizda xuddi odamday ish olib boradigan darajadagi agentlar borda. Bu shu sohalarni olish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Xo'p, kitoblar masalasi bo'yicha gaplashdik-ku. Kitoblarda asosan siz badiiy kitoblar o'qishga qiziqqanmisiz yoki Men faqat biznes kitoblar biznes o'qiganman. kitoblarni ko'proq U o'qigansiz? ham o'sha nimadan keyin boshlangan jarayonda. O'sha o'qituvchi ta'siridan keyin. Undan keyin ayniqsa universitetdan keyin boshlangan u jarayon. Undan keyin ko'p o'sha biznes kitoblariga qiziqish bo'lgan. Masalan, badiiy kitoblar haqida ham endi bir aytib o'tsak, badiiy kitoblar bo'yicha endi sizda mana bu filmlar ishlanadi. Misol uchun mana bizlar misolimizni aytsak, biza Registon haqida bir kitob yozamiz va o'sha kitob asosida bir film qilamiz degan bizani bir niyatimiz borda, maqsadimiz. Xuddi shunga o'xshash narsalar paydo bo'ladi. Endi badiiy kitoblar yoziladi, ular asosida kinolar qilinadi. Mana masalan o'sha katta McDonald'slarda paydo bo'lish haqida ham kitoblar bor masalan. O'shalarni keyin film qilib chiqarishgan. Endi u haqiqiy hayotda bo'lgan Endi real narsalarni olganda, narsalar, real narsalarni olgan. Endi mana shunaqa narsalarda men o'zim ham bir unaqa o'quvchilar bilan gaplashsam, badiiy kitob nima uchun o'qishimiz kerak deydi-da. Men aytaman, u yerda dialoglar ko'p bo'ladi-da endi. Dialoglar ko'p bo'lgani hisobida har xil obrazlarda bo'ladi. Bola, katta yoshli, kichik yoshli, xullas har xil obraz bo'lgani uchun hayotda diplomatiyada ko'proq munosabatlar qurishda o'rganasan. O'shaning uchun badiiy kitob kerak degan g'oyani beramizda. Badiiy kitob o'qishni rivojlantirish uchun masalan siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana maktab o'quvchisiga nima qilsak biza badiiy kitobni ular ko'proq o'qiydi. Hozirgi zamonda telefonlar davrida, virtual hayot rivojlangan bir vaqtda biz bolalarda badiiy kitoblar, umuman kitob o'qishga qiziqtirishga qiynalyapmiz hozir. Masalan, o'zingizning ham bir fikrlaringiz bo'lsa, bizga ham ota-onalarimizga ham zo'r bo'lardi. Hamma narsa menimcha maqsadga borib taqaladi-da. Badiiy kitob ham o'qilishida maqsad bilan o'qilish kerak deb o'ylayman. Prosta badiiy kitob o'qish uchun bo'lmasligi. Universitetga kirish, prosta universitetga hamma kiryapti, davay biz ham universitetga kiraylik degan tushunchani men tarafdor emasman-da. Ya'ni badiiy kitob o'qilyapti, nima uchun? Tasavvurni rivojlantirmoqchimizmi bu badiiy kitob bilan? Kommunikatsiyani rivojlantirmoqchimizmi bu nima bilan? Yoki qadriyatlarni misol deylik, qaysi bir qadriyatlarni bu qaysi bir badiiy kitoblarda qadriyatga tegishli joylari bor misol deylik. Shuni bermoqchimizmi? Shunga qarab turib misol deylik tavsiya berish kerakmi deyman. Kitoblarni ham. Prosta badiiy kitob o'qish kerak degan ma'noda emas deb o'ylayman. Chunki o'sha maqsad yo'qligi mana shuni bir ma'lumotda Gitlerning davrida konslagerlardan birida jazo turlaridan biri o'sha qanaqa ekan? Bir joyini qozishga vazifa berilar ekanda, qozib bo'lgandan keyin uni yana qaytib ko'mar ekan. Keyingi joyini qozar ekan, keyin yana qaytib ko'mar ekan. Bu jazo boshqa jazolarga nisbatan bu moralniy jazoda bu. Ya'ni maqsad yo'q bu yerda. Maqsadsiz qilingan ish moralni ezar ekanda odamni. Ya'ni nima uchun uni qilayotganini o'zi anglamasdan o'sha narsani qilish odamni ichki bir siqilishiga olib kelar ekanda. Ya'ni bir narsani qilish jarayonida agar biz unga ko'rsatib bera olsak, u nima uchun o'qilish kerakligi. Masalan, ingliz tilini menga o'qituvchilar aytadi, hozir o'qishing kerak, keyin yaxshi bo'lar, hayotingga zo'r bo'ladi. Nimasi zo'r bo'lishini menga tushuntirishmagan. Misol deylikda, angliyskiy nima o'rganmaganman-da. Ana endi uni tushunyapmanki, shu angliyskiy haqiqatan ham kerak. To'g'rimi? Ha, shunaqa. Buni yetkaza olish kerak-ku buni. Ya'ni bu yerda haqiqatan ham endi o'zimizda ham ayb bor, o'qimaganmiz. Lekin bu yerda yana bitta katta narsa borki, savdoda tovaringizni agar mijoz xarid qilmasa, sotuvchining xatosi. Sababi u tovarni to'g'ri taqdim qila olmadi. Uni afzalliklarini ochib ko'rsatib bera olmadi.
uni ehtiyojini bilib turib, o'sha ehtiyojiga mos ta'riflab bera olmadi. E'tiroz bildirganda e'tirozini to'g'ri yecha olmadi. Deb biz savdoda sotuvchidan bilamizda. Ta'lim jarayoni ham, u ham savdo jarayoni. Siz shu ilmni olishni unga sotyapsiz-da. Shuni olsang, hayoting mana bunaqa bo'ladi degan g'oyani unga sotyapsiz. Demak, u o'sha ilmingizni olmadimi, unga demak siz uni qiziqtira olmadingiz. Chunki sotilmaydigan tovar yo'qda, sota olmaydigan odamlar bor. Shuning uchun bu ham savdo jarayoni. Ustoz bilan shogird o'rtasida ta'lim beruvchi o'zini ta'limini sotishni bilish kerak. Nima uchun misol deylik, g'ozni tuxumi foydaliroq bo'lsa-da tovuqnikidan ko'ra, tovuqniki yaxshiroq sotiladi. Yaxshiroq tarqalgan. Ko'p odamlar tovuqnikini yeydi. Chunki tovuq marketingni yaxshi biladi-da, tuqqandan keyin sразу baqirishni biladi-da. Unda bor ekanligini tovuq tuxum tug'ganini ko'rsatadi-da. G'oz ishni qilmaydi misol deylik-da. Shunday. Zo'r o'xshatish bo'ldi. Xo'p, hozir sizdan mana tushunganimiz, o'qituvchida gap ko'p degan g'oya kelib chiqadi-da. Misol uchun haqiqatan to'g'ri, o'qituvchida gap ko'p, o'qituvchini podachasi aytganimizdek qanaqa berishiga ko'p narsa bog'liq. Mana bizda shunaqa deymiz-da o'qituvchilarimizga. O'zim ham dars berib ko'rganim uchun ham, his qilganim uchun ham aytaman o'qituvchilarimizga, biz endi xususiy ta'lim bo'lganimiz sabab bizada pul to'lay oladigan qatlamni farzandlari kelishadi-da, ko'pchiligi erkatoyroq bo'ladi, endi qo'shimchada aytganda. Bizning o'qituvchilarimiz aytadiki, bularni o'qitish qiyin deydi. Men aytaman, yo'q, bular ham o'sha inson bo'lsa, ularga bemalol hozir siz aytayotgan gaplarni boshqacharoq o'zimiz tilimizda tushuntirib beraman. Lekin ular mana bunaqa narsani misol qilishadi. Mana prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar bor hozir, agar xabaringiz bo'lsa, u yerga tanlanganlar boradi-da. Ya'ni o'ta iqtidorli, haqiqatan o'qiydigan, bilmayman, 200 ta, balki 300 ta bolaning ichida bitta tanlab olinadi-da. U bolalarga nisbatan biz hozir mana xususiy ta'limda beradigan bunaqamiz juda katta farqi bo'ladi-da. Chunki u tanlangan bolalar o'zi talab qilib oladi. Agar o'sha ularning sinfiga kirib qolsangiz, sizda nimaiki bo'lsa talab ketadi-da ular. Bizning maktablarimizda boshqacharoq shakli, bizni bolalarni mana masalan men o'zim kameradan, bizda endi shunaqa narsa bor, kameradan qarab o'tiraman o'qituvchiga, shu o'qituvchi zo'r o'qituvchi. Men o'zim taniganim uchun aytaman. Shunaqangi yonib, kuyib, baqir-chaqir bilan shunaqa dars o'tadiki, men kamerada ko'rib quloqimda naushnik qiziqib eshitaman-da, kerak bo'lsa endi shunaqa. Lekin bolalarga shundoq qarayman, bittasi uxlagan, bittasi bu yoqqa qaragan, umuman diqqat yo'q, e'tibor yo'q, qaramasdan o'tiribdi-da. Shunaqangi yonib ketaman-da. Endi nimaga desam, masalan, mana bunaqa muammo bor, qarang. O'sha eshitmayotganlarni men nima uchun eshitmayapti degan shunaqa zo'r qiziq bo'lyapti-yu desam, ular kechqurun soat 1-2 gacha telefonda o'yin o'ynab o'tirgan yoki kino ko'rgan yoki reels ko'rib uxlamagan bo'lyapti-da. Miyasi u yerda emas-da. Tanasi u yerda-yu, miyasi u yerda emas. Ya'ni miyasi uxlaganda ularni. Ya'ni uxlayapti. Ya'ni bizning hozirgi mana ota-onalarimizga borib taqaladigan joyi, misol uchun men o'zim ham ko'p intizom bo'yicha, boshqasi bo'yicha ota-onalar bilan o'zim ham tushunchalar o'tkazaman. Mana telefonlar olib beryapmiz biz. Telefonlarda kam bo'lmasin deyapmiz birovlardan. Keyin esa ular o'tirib olib reels ko'rish bilan vaqtini o'tkazib qo'yapti bolajonlarimiz. O'shanga mana shu telefonlar mavzusida ularni qanday qilib uni taqiqlagan yaxshimi, uni cheklagan yaxshimi yoki uni nazorat qilgan yaxshimi? O'zingizning qanaqa fikrlaringiz bor shu bo'yicha? Bu yerda bilasizmi, o'sha fikrimizda oldingi fikrni to'ldirish bitta joyini aytmoqchiman. Bu yerda o'qituvchilaringiz aytayotgan gap bor-ku, ya'ni ular prezident maktabi, biz prezident maktabi emas. Bizda boshqacha sifatli, qaysidir joyda jon bor bunda. Lekin shu bilan birgalikda biz aytyapmizki, o'qituvchini sotuvchilik qobiliyati bor deyapmiz-ku. O'quvchiga sotish kerak, bu ilm unga kerak ekanligini, to'g'rimi? Xuddi shunday boshqaruv tizimi o'qituvchilarga ham sotish kerak. Bu g'oyaniki qo'lidan keladi bu narsani. Ya'ni bu narsani to'g'ri podxod qilish kerakligini g'oyasini ham sotish kerak tepadan. Siz ishxonangizga olayotgan ishchini olayotgan paytingizda
birinchidan to'g'ri kadrlarni tanlab, keyin tanlanganlarga ham to'g'ri o'sha sotish kerakki, ular keyingi sotish jarayoni amalga oshsin. Misol deylik, prezident maktabi bo'ldi, endi biz nima qilamiz degan narsa bilan u ham ish bitmaydi. Unaqa yurish bilan ham. Shunaqa. Shu tomoni bor-da. Shunday to'g'ri aytasiz. O'qituvchilarimizni bizda endi o'qitish, qayta tayyorlash, unda qabul qilinganda onboarding jarayonlari bo'ladi-yu. O'sha vaqtlarda biz bu narsalarning tushunchalarini bergimiz keladi, beramiz. Bular bo'yicha misol uchun men endi bittagina misol ayta olaman. Bizning maktabimizda 3000 ta o'quvchi o'qisa, umumiy maktablarimizda o'shani 289 tasi deyarli 10% o'zimizda ishlaydiganlarni, ya'ni shu maktablarda ishlaydiganlarni farzandlari ekan. Ya'ni deyarli 10% o'zimizniki ekan. Bundan nimaga xursand bo'ladigan joyim, o'zimizda farzandlarimiz uchun maktab ochibmiz ekan. O'zimizning maktablarimizda o'zimizning farzandlarimizga qanaqa munosabat berayotgan bo'lsak, xuddi shunaqa munosabat berar ekanmiz degan bir xulosa kelganda, ya'ni o'qituvchilarga ham endi o'zingizning farzandlaringizga dars bergandan keyin eng yaxshisini ko'rasiz. Ovqatlanishda yoki ta'lim tarbiyada ham eng yaxshisini ravo ko'rasizda. Endi shunaqa munosabat. Xo'p, yuqoridagi qolib ketgan joyimizga qaytamiz. Shu virtual hayot haqida, shu farzandlarimizni qanday qilib ulardan qutqarib qolsakmikin yoki bu qutqarish degani bu noto'g'rimikin? Qandaydir bir o'rta yo'l bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki butunlay texnologiyalardan uzib qo'ysangiz bo'lmaydi. Misol deylik, mana hozir nereal narsaligini o'zingizni ham sohangizda, o'zingizni maktabingiz misolda-da, sizning maktabda o'qiyotgan o'quvchilar uyga vazifalarni bajarish kerak, kundalikni yurgizish kerak. Bu hammasi telefondan priложение orqali necha baho olganini, qaysi fanlar borligini, qaysi darsdan qanaqa uyga vazifani topshirishi, u ham priложение qilib qo'ygansizlar. Priложениеda u narsani qilishga to'g'ri keladi. Hozir uni cheklab qo'ysak, butun tizimga nechta o'zi o'quvchini o'qitayotgan joyda iloji yo'q bo'lib qoladi. Uni o'zi uzsangiz, darsni qilishi yoki bahonasi paydo bo'ladi. Kundalik yo'q-ku hozir. Yoki ma'lum bir jarayonlar shu orqali bo'lyapti. Qaysi bir darslarni o'sha yerdan eshityapti, o'qituvchilarning feedbacklarini o'sha yerdan olyapti. Shu imkoniyat bo'lyapti. Lekin uzib qo'ysangiz, bu jarayoningizga ham ta'sir qiladi. Uzmasangiz, bu tarafdan qandaydir bir ta'sir joylari bor. Menimcha bu yerda endi zamonaviy, mana televizorni ham misol deylik, har bir narsani o'ziga yarasha plyus tarafi bor, o'ziga yarasha minus tarafi bor. Nazorat menimcha bo'lish kerak. Bu uch tomonlamada bu. Ya'ni ham o'qituvchidan, ham o'quvchini o'zidan, ham ota-onadan ham mana shu uchala narsa birlashish asnosida bir yaxshi rezultatlarga erishsa bo'ladi. Ya'ni texnologiyani ham berish kerak, lekin nazorat qilish kerak. Bu yerda bolani o'zida ham qiziqishni uyg'ota olish kerak, ota-ona ham uyg'ota olish kerak, o'qituvchi ham uyg'ota olish kerak nazorat ostida. O'rta yo'l tanlash kerak deb o'ylayman. Ya'ni qandaydir bir cheklovlar ostida, qandaydir bir, eslayman o'sha maktabdagi o'qib yurgan paytimizda eslayman-da. Ana bizning davrimizda birinchi bo'lib Dendi degan narsa chiqqan. Dendi, Sega, keyin Sony degan narsalar chiqqandi-da. Ungacha biz ko'chada anu lanka o'yini, har xil chillik o'yini, har xil narsalar o'ynab yurardik-da. Keyin shu narsalar chiqdi. Juda katta qiziqish bilan borardik-da. Esimda bor. Maktabdan aytgancha darslardan qochib borgan paytlarimiz bo'lgan-da. Shunaqa paytlar bo'lgan. Shunaqa o'yinlarga, bo'lgan. Shunaqa bo'lgan o'sha paytda. Keyin esimda bor, onam bizga pul berardilar-da. Aytardilar-ki, mayli, pul beraman, mayli. Ma'lum bir soat misol deylik o'ynashga imkon beraman, lekin shart bor derdilar-da. Ma bu ishlarni qilasizlar derdilar. Biz Buxoroda hovlida yashaymiz. Uylanib, bitta ikkita o'g'il edik biz o'sha payt. Uylarni polностью hamma ishlarni o'zimiz qilardik-da, ko'chalarni supurib va hokazo, plus onamizga yordam berardik-da. Uni evaziga bizga ma'lum bir soatga misol deylik, mayli o'sha ruxsat bo'lardi. Endi keyin onam aytardilar-da, agar deydilar bu talabi ham bor-ku endi bu nimasiga. Bir tanishlarimiz bo'lardi-da, uni ota-onasi qattiq cheklab qo'yardi-da, bormaysan hech qanaqa. U pulni uydan o'g'irlab borib biz bilan borib o'ynardi-da. Biz ruxsat bilan borardik, nazorat ostida, nima deydi, kontrolda biz qaysi vaqtga qatga borayotganimiz bilardilar. Chunki o'zlarining nazoratlarida. U yerda esa nazoratdan chiqqan holat bo'lgan.
Chunki cheklovni o'zi battar xohishni oshiradigan joyi ham bor-da. Shunday. Masalan, bolaga konfetni yashirib qo'ying, konfet u o'sha konfetni olishni o'ylaydi-da. Shunga o'xshaydi, qiziq ko'rinadi o'sha narsa. Taqiqlarni nazoratga almashtirish kerak Shunday, deyapsiz. shunday. Tushunishim bo'yicha. Shunday. Shunaqa. Endi bizani maktabimizda menimcha ko'pchilik maktablarda ham shunaqa, xususiy maktablarda ayniqsa kelganda biz maktabga olib kirish uchun taqiqlab qo'yamiz, lekin ketayotgan vaqtida baribir telefonni qaytarib berib yuboramiz. Maktab ichida ishlatish mumkin emas, lekin uyda, oilada qancha vaqt ishlatishini baribir ota-onani o'zi nazorat Shunday, qiladi. nazorat bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki texnologiyalar shunaqa bo'ldiki, odamni butun psixologiyasini o'rganib, masalan, hozirgi TikTokni aytamizmi, Instagramni, YouTube'ni deymizmi, bularni o'sha oxirgi o'sha Reels nimasi deymizmi, o'sha aylantirgan paytda keyingisi chiqaveradi-ku. Shunaqangi bir odamni bir yaxshi o'rganilganki, aynan unga yoqadigan bir format, ham qisqa, ham nima deydi, dopamin beradigan, Ko'p o'ylamaydi. o'ylamaydigan, nima deydi, bir qancha vaqt o'tib ketganini sezib bo'lmaydigan darajadagi vaqtni oladigan bir narsaga aylandi bu. Shunaqa. Buni nazorat qilmasa, o'zini holatiga tashab qo'ysa, o'zi bu narsadan chiqa olmaydi. Katta odam ham hozir o'zi bilmay qoladi. Kirsa, misol deylik, 2-3 soat kirib ketadi. Yaqinda eshitdim, Amerikada sudga berishgan ekan, dizaynlar, o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi dizaynlar insonni o'ziga jalb qilish, tortish, hozir men siz aytganingizdek qiziqtirish, uyg'otish maqsad qilinganda shu dizaynlar ishlab chiqilgan, imkon qadar ko'proq vaqtda o'sha ekranda o'tirish uchun. O'shanda yutib chiqishibdi. Endi Amerikada shunaqa-yu o'zi odatda. Endi bu narsa bizga nima xulosa chiqaradi? Demak, haqiqatdan ham bunda jon bor ekan, biz buni nazoratga olishimiz kerak ekan. Ko'p mamlakatlar lekin 16 yoshgacha adashmasam shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlab qo'yishyapti. Bu ham bekorga emasdir, chunki ko'p joylarda zararini sezyapmiz. Xo'p, keyingi mavzuga o'taveramiz. Keyingi mavzu Ibrohim aka, mana masalan juda ko'p biznes tadbirkorlar bilan suhbatlashgansiz, o'zingiz ham shu sohani ichida ancha yildan beri ishlayapsiz, mehnat qilyapsiz. Mana masalan, mana bugun bir insonni podkastini men o'zim ham eshitdim. Mana bunaqa deyilyapti. Endi shunga sizning munosabatingiz bizga qiziqdi. Ko'p pul topish kerak bo'ldi. Endi men shunda bir ma'no deb bildimda, ko'p pul topdim, lekin unda emas ekan ma'no deyapti. Yana bir ilm olib bir professor bo'lishda ekan deb bildimda, keyin professor bo'ldim, doktor bo'ldim, ya'ni fan doktori bo'ldim. Ilmda ham eng yuqori cho'qqiga chiqdim. Pulim ko'p bo'ldi, shu doktor bo'ldim. Xullas, hamma narsani eng zo'rlarini qilib ko'rdim, lekin o'zimni topa olmadim. Ya'ni o'zimni hayotdagi ma'nosini topa olmadim, deyapti-da. Masalan, bizani hozir mana shu narsani topishga bo'lgan intilishimiz ko'p narsani belgilaydi-da. Ya'ni o'sha yoshligimizdan to o'sha maktab davridan hozirgacha va bundan keyingi hayotimizni ham. O'sha mavzuga siz qanaqa munosabat berardingiz? Misol uchun, sizning hayotingizning ma'nosi nimada ekan degan ma'noda. Juda chuqur savol bu haqiqatan ham. Bilasizmi, men tadbirkorlar bilan ishlash jarayonida meni oldimga har xil talablar bilan keladi tadbirkor. Juda ko'p tadbirkorlar, endi kichik korxonalar talabi qanaqa bo'ladi? Mijoz kam, savdo yo'q, pul yo'q degan bu birinchi talabi. Biz bu talabini tartibga solib, misol deylik, marketing, savdo, klientlar bilan ishlash, hisob-kitoblar kabi narsalar bilan bu masalani hal qilganimizdan keyin mijoz oqimi ko'payadi, savdo ko'payadi, pul ko'payadi. Endi bu masalani hal qilgandan keyin u keyingi masalaga o'tadi, keyingi muammoga o'tadi. Endi deydi, menga pul kerak emas deydi. Endi klient kerak emas, menga endi deydi, erkinlik kerak, tinchlik kerak, ozgina bola chaqaga vaqt ajratay, shaxs sifatida bir o'say, rivojlanay, bir dam olay, bir uyqu yo'q deydi, tinchlik yo'q. Ertadan kechgacha bola chaqamni даже ko'rmayapman, ishga shu darajada kirib ketganmanki, doktorga ham borishga vaqtim yo'q, ta'ziyaga ham даже bormayman deydi. Menga shu nimadir qiling, men shu mensiz yursin shu ish deydi-da. Bu o'sha ikkinchi bosqichdagi talab.
unga yordam bergandan keyin ishini taqsimlab, korxonada tizim qurib, operatsion boshqaruvni sekin-sekin tartiblashtirib, topshirib, vaqtini erkinlashtirgandan keyin pul kelyapti. Problemasi yo'q, stabil korxona o'syapti, kengayib ketyapti. Ishni boshqalarning qo'li bilan qilyapti. Endi deydi, yashashdan mazmun. Yeydigan narsasi bor, ichadigan narsasi bor, yashaydigan uyi bor, mashinasi ham bor, necha marta almashtiryapti ham. Maza yo'q. Nima uchun yashayotganini tushunmayapti tadbirkor. Mana shu joyda yashashni mazmuniga bo'lgan, mohiyati bo'lgan talabini ko'rinyapti-da. Bu aslida o'zi tug'ilgan paytimizda biz buni aqlimizda olgan paytimizda buni anglashimiz kerak. Keyin kech bo'ladi-da. Endi men shuni o'zim uchun shuni bildimki, 18 yosh bo'lgan paytimda, universitetga kirgan paytimda, darsda yana shu xil qilib o'tirgan paytimda bir ustozimiz bo'lardilar. Turing dedilar. Auditoriyada bir 90 tacha talaba potokoviy dars bo'lyapti-da. Siz dedilar, nima maqsadda yashayapsiz dedilar. Yashashdan maqsadingiz nima dedilar. Shu paytda men uchun bu juda kuchli savol bo'ldi-da. Menga hech kim hayotim jarayonida bu savolni bermagan shu paytgacha. Menda u savolga javob yo'q edi. O'sha paytda nimadir deyish kerak-da, endi o'tirish kerak-ku. Men aytdimki, hayotda yashashdan maqsad o'zimdan keyin iz qoldirish dedim-da. Shunda javob berdim-u, lekin bu javobdan ichimdan, ko'ngildan qoniqmadim-da o'zim. Nima dedim, nima deganimga o'zim qoniqqanim yo'q. 1 yil mobaynida qidirdim. 1 yil mobaynida men nima uchun yashayapman? Keyin Qur'onda topdim uni javobini. Oradan 21-22 yil o'tdi. O'sha voqeaga. Ha, 22 yil o'tdi o'sha voqeada, 21-22 yil. 21 yil o'tganda asl mohiyatni, asl maqsadni 40 yoshga kirmasdan turib topdim. Odamzod qidirish kerak, nima uchun o'zi yashayapmiz? Nima uchun keldik bu yerga? Behudasiga kelmaganmiz. Behudasiga paydo bo'lmadik bu yerga va ketganda ham qayergadir ketamiz. Abadiylikka ketamiz. U abadiylik yo yaxshi tomonda, yo yomon tomonda bo'ladi. Buni tiriklik paytida odamzod o'ylash kerak-da. Ya'ni nima mohiyati bor, nima maqsadi bor? Misol deylik, keldingizda 70 yil yashadingizda, mayli eng zo'r uyda yashadingiz. Eng zo'r ovqatlarni yedingiz. Eng zo'r universitetda o'qidingiz mayli deylik. Keyin yo'q bo'lib ketdingiz, o'ldingiz. Nima bo'ladi? Nima qizig'i bor buni? Bu savolni bera olish kerak. Yo'q bo'lib ketadigan narsa nima qizig'i bor? Biz o'zi kimmiz degan savolni berish kerak deb o'ylayman. Men buni ko'p o'ylaganman-da, ko'p o'ylaganman. Tasavvur qiling, mana hozirgi so'zlar, hozirgi gaplarni bular endi juda sodda tarzda bizni 8-9-sinfda 15, 14, 15, 16 yosh bir o'g'il yoki qiz bu narsalarni his qilishni boshladi. Masalan, siz universitet vaqtimda shunaqa savol berildi, birinchi marta keyin 1 yil izlandim deyapsiz-ku. Mana shu narsa maktab davridayoq his qildirilsa yoki bu narsa anglatilsa, chunki bu juda muhim. Maktab davrida menga o'rgatishganki, misol deylik, biz maymundan bo'lganmiz degan. Shu konfliktlar bo'lardi miyada. Misol deylik, darvinizmni misol deylik. U darvinizm g'oyasi nima deydi? Noto'g'ri ekanligi ilmiy isbotlangan bo'lsa-da, lekin kitoblarda turibdi. Misol deylik-da. Tushunchalar noto'g'ri ketgan joylar bor-da. Endi u yerda u ham o'qituvchi shaxsiga bog'liq. Ya'ni o'sha biologiyani o'qitadigan o'qituvchi o'zi darvinizm tarafdori bo'lsa, bilib bilmasdan mana shu narsani asosiy deb qo'yishi mumkin yoki tarix o'qituvchisi bilmasdan o'sha aytganingizdek odamzod paydo bo'lishi haqida noto'g'ri ma'lumot berib qo'yishligi mumkin masalan. Mana shunaqangi konfliktga olib boradigan ma'lumotlarda o'qituvchini o'zini shaxsiga ko'proq narsa bog'liq bo'lib qoladi-da. Chunki bolalarga baribir qiziq, baribir bolalar savol beradi. Mana shu joyda nima qilamiz degandik. Zo'r, bu mavzular baribir bizani kimligimizni ochishga yordam beradi. Chunki masalan men o'zim aytdim yuqorida dars berganimda liderlik darsini birinchisi bu yuqorida aytganidek sohasini aniqlash uchun
nima uchun yashayapmiz degan yoki maqsadimiz nima o'zi degan savoldan boshlanadi-da. Ko'pchilik mana universitet davrida menga shunaqa savol berildi dedingiz-ku, men xuddi o'sha narsani 9-sinfda bolalarga savol berishni boshlayman-da. O'zi bizani maktabimizda o'qishdan maqsading nima desam, hayron bo'lib qoladi. Registonda o'qishdan maqsading nima? Nima uchun senga ota-onang mana shuncha pul to'layapti senga? Desam, u bu narsalarni o'ylab ko'rmaganda. Keyin mana shu narsalar haqida esse yozish haqida bir vazifa beraman, dars paytida yo'q. Qani yozib bergincha desam, yozib beradi. O'ylab ko'rmagan bu narsalarda o'ylashga majbur qilishni o'zi ularni o'sishiga yordam berarkanda. Mana shu bizda o'sha ta'limda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan nuqta bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biz o'ylashga o'rgatishimiz kerak emasmikan o'sha maktablarda bo'lsin, universitetlarda bo'lsin. Misol deylik, Alisher Navoiy nechinchi yilda tug'ilgan emasda tug'ilganliklari nima beradi, misol deylik, nechinchi yilda tug'ilganliklari. Yo'q, hayotlarida nima ish qilgan u kishi desangiz agar, hayotlarni o'rganish kerak. Keyin u kishining hayotlaridagi qarorlari, fikrlari, yashash tarzlari, uslublari yoki Amir Temur bobomizni misol deylik, hayotlari tarzini o'rgansangiz, nimaga bizda Amir Temurlar hozir chiqmayapti? Nechinchi yilda tug'ilib, nechinchi yilda vafot etganliklari emasda bu yerda. Nima asosda yashaganlar? Ya'ni fikrlash tarzini agar, tizimli fikrlashni agar o'rgatsak biza, strategik fikrlashni bolalarga agar o'rgatsak, menimcha bu eng katta o'rgatgan narsamiz bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki o'ziga kerakli narsalarni to'g'ri topib ketaveradi. Ibratni ham kerak joyda olib biladi. Hayotiga uni qo'llashni biladi. To'g'ri. Ko'ra olsa agar. To'g'ri aytyapsiz. Xo'p, hozir mana maktablarda nazariy va amaliy bilimlar beriladi. Endi ko'pincha hozir mana sizdagi hozir g'oyalarga ko'ra ko'proq nazariy bilim beriladi deyiladi. Keyin mana bu SSR davrida bizlar bir 70 yildan oshiqroq yashadikda va undan keyingi davrda ham haligacha ko'p qutulib keta olishimiz qiyin bo'lyapti. Ya'ni ishchilarni tayyorlaydigan bir joy bo'lib qolgan maktablarimiz. Fikrlaydigan, boshqaruvchilarni, menejment deymiz, ya'ni menejerlarni tayyorlaydigan emasda. Ya'ni ishchilarni tayyorlaydi, ishchi ruhiyati borda. Chunki pruska sistema deydi buni. O'zi mana bu ta'lim sistemasini pruska sistema deydi. Vaqtida o'sha zavod fabrikalarga industrial davrda talabida ishchilarga bo'lgan ehtiyoj ko'p bo'lgan, katta talab bo'lgan. Va pruska sistema bu aynan ta'limda joriy qilingan. Hammasi o'sha zavod fabrikalarni ishchi kuchi bilan to'ldirish uchun kallani ishlatish kerak emas, ish qilish kerak. Fikrlash shart emas, fikr shart yo'q. Uni naborot o'chirish kerak. Fikrlasa zarar berishi mumkin. Masalan, davayka bunaqa qilamiz. Yo'q, aytgan narsani qilish kerak. Tepadan kelgan komandani bajarish kerak. Ta'lim sistemasi shunga qarab qurilganda. Partalarni ham shunaqa zavod fabrikaga nima qilib qo'yilgani, hamma narsa xullas. Qolipga moslashtirilgan. Kim o'sha ta'lim sistemasida yaxshi baho olgan bo'lsa, u yaxshi o'sha joyda ishni qila oladigan odam sifatida yetishib chiqadi-da. Kim yaxshi bo'lmasa, u sistemaga demak u moslashmagan odam degan. Ana endi davr o'zgardi-ku, hozir endi tadbirkorlikka talab bor. Lekin doim shuni sezilyaptiki, ta'lim orqada qolyapti-da, real hayotdagi o'zgarishga qaraganda ta'lim orqada qolib ketyapti. Ya'ni davr tez o'zgaryapti, ta'lim unga moslashib, zamoniga moslab o'qitish kerak bo'lgan joyda ulgurmayapti qaysidir joyda. Eski narsani o'rgatyapti, eski narsa real hayotga to'g'ri kelmayapti, u yerdan chiqqan qadr kerak bo'lmay qolyapti. Yoki qadri yetarlicha emas bo'lyapti. Shunday. Hozirgi endi zamonda ko'proq yumshoq ko'nikmalar deydi-yu, mana shu yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishimiz kerak, chunki baribir zamon juda tezlashib ketdi. 10-15 yil oralig'ida juda katta o'zgarishlar bo'lib, hozirgi bilmayman, o'sha vaqtda o'qigan bilim hozir umuman yangilandi-da, shunaqa deb o'ylasak bo'ladi ko'p sohalarda. O'shanga maktablar endi yumshoq ko'nikmalarni ko'proq rivojlantirish ustida hozir ishlayapti. Men shunaqa deb o'ylayman, chunki bizlar ham shunaqa maktab sifatida shu narsaga alohida e'tibor beramiz. Ya'ni tanqidiy, tahliliy fikrlashni rivojlantirish ustida bolalarda xullas. Mana shu hozir mana yuqorida aytdingiz, bizning niyatimiz bir
o'zi fikrlay oladigan menejer deylik, boshqaruvchilarni tayyorlaydigan bir maktab bo'lsak deymiz. Pul bilan, moliya bilan deylik, moliya bilan ishlay oladigan odamlarni boshqarish emas, tashkilotchi bir darajadagi bir o'quvchilarni yetishtirsak deymiz. Mana shu yo'lda bizni mana dasturimizga, mabodo siz o'zingiz mana maktab egasi bo'lib, o'zingiz o'quvchilarni tayyorlash huquqi sizda bor bo'lsa deylik, nimalarni kiritardingiz programmaga, dasturga? Ya'ni nimalarni kiritsangiz, o'sha ishchi ruhiyatidagi o'quvchilar emas, odamlar emas, boshqaruvchilar, ya'ni liderlar yetishib chiqardi. Programmada menimcha fikrlash, strategik fikrlash va tizimli fikrlashga doir ma'lumotlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Keyin maqsad qo'yishga doir, maqsad qo'yish va unga erishish strategiyalarga doir. Keyin o'zini tashkil qila olishga doir, ya'ni samaradorligini oshirishga, vaqtini tartibli rejalashtirishga, intizomni kuchaytiradigan instrumentlarga urg'u berish kerak deyman va buni praktika bilan birgalikda qilish kerak. Ya'ni prosta teoriya bilan emasda, praktikada. Misol deylik, bu yerda Xitoy, Koreya, Yaponiyani o'sha praktikasiga e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Chunki zo'r boshqaruvchilar chiqyapti ulardan. Masalan, Koreyada borgan paytimizda, Koreya kichkina, o'zi hududi bizdan 2 barobar kichik, aholisi 2 barobar ko'p, dunyo iqtisodiyotida 13-o'rinni egallayapti. Shunday. Qanday qildi bunday narsaga erishdi bular desak, erishganiga 50 yil orasidagi bo'lgan narsa, 50 yil, 70 yil maksimum. Bu rezultatga chiqishdi bular. Ta'limga alohida urg'u berib. Misol deylik, Yaponiyada ham, Xitoyda ham, Xitoy bog'chalarini men ko'p qiziqaman-da. Bog'chalarda bolalarni xizmatga o'rgatishadi. Zo'r boshqaruvchilar, zo'r tashkilotchilar ular pastdan boshlaydi bu jarayonni. Bizda misol deylik, srazu farzandimizni srazu boshqaruvchi bo'lishini xohlaymiz-ku biz. U xizmat qilishni bilmaydi, servis qilishni bilmaydi, odamning ko'nglini olishni bilmaydi, srazu boshqaruvchi bo'lsa, u atata qiladigan odamga aylanib qoladi-da. U yerda nima bo'ladi? Korxonani falon kattasi borib misol deylik ko'chani polni artishi mumkin. Bilmayman, uni rahbar deb ham o'ylamasligingiz mumkin-da, shu darajada hokisorligi. Lekin boshqaruvni yorib qo'yibdi, misol deylik. Lekin juda ham sodda, oddiy odam. Xitoyda ham shu narsani ko'rishingiz mumkin, Yaponiyada ham, Koreyada ham misol deylik. Shunday. To'g'ri, hozir ya'ni demoqchimanki, bu yerda nazariy o'sha bilimlar bilan birga praktik bilimlarni ham berish kerakmikin deyman-da, o'sha bog'chadan yoki maktabdan. Aynan o'sha ularda o'sha tarbiyani shakllantiradigan, aynan shu servis qilish odobni balki. Endi buning uchun menimcha juda ko'p metodlar qo'llab ko'rilyapti butun dunyo bo'yicha. Menimcha ancha-muncha natija bersa kerak. Endi bizni ham bir gamifikatsiya deydi-ku, ya'ni o'yin shaklida o'quvchilarni o'qitish, tayyorlash bo'yicha ba'zi bir narsalarni ishlab chiqib, ularni joriy qilishga harakat qilyapmiz. Bu narsalar o'zini ta'sirini o'tkazyapti. Masalan, birgina misol, ular xullas ichkaridagi bir pul belgisini oladi, qanaqadir vazifalarni bajarganda, keyin o'sha pulga auksion o'tkazilganida, auksionda o'zi xarid qiladi, ya'ni nimalarnidir ovoz beradi, kimdir ko'proq taklif qilib o'sha narsani sotib olishi mumkin. Bu juda go'zal narsalar. Bu o'sha real hayotda nima deydi? Real hayot bilan yaqinlashtirilgan holda to'qnashuvni olib keladi-da. Ya'ni misol deylik, 30 ga kirgandan keyin haqiqiy hayot bilan uchrashuv qilmaydi-da. Maktab davrida pul bilan oldi berdi qilish jarayonlarini o'rganish real hayotga moslashishiga, tushunishiga juda katta yordam beradi. Shunday. Bir shogirdimizni Jizzaxdagi maktabida bo'lgan paytimizda, aynan siz aytgan o'sha pul bilan gamifikatsiyani joriy qilganda aytayapti. Endi tadbirkor shogirdimiz bizda o'qigan dasturlarimizda, uni maktabida farzandlarini qo'ygan, ular ham shogirdlarimiz qo'yganda, qaysidirlari. Keyin suhbat qildik, o'zi qanday ta'sir qildi bu gamifikatsiya va hokazo deganda, aytayaptiki, endi 2 ta farzandim bor deydi. Teatrga bittasi xullas maktab tomonidan teatrga olib borilyapti.
Bittasi aytayapti-ku, men bormayman deyapti. Nimaga bormaysan desa agar, pulim yo'q deyapti. O'sha ichki valyuta bor, o'sha valyuta bilan to'lanadi teatrga borishamda. Bittasi aytayaptiki, puli bor boryapti, bittasi pul, chunki bormayapman, pulim yo'q. Nimaga sen bormayapsan? Ukang yoki apang boryapti-ku desa, pulim yo'q chunki. Bo'pti qizim, men senga pul berib turaman desa agar, yo'q dada, men qarz bo'lishni xohlamayman odamlardan. Deyapti-da. U birinchi sinf bolasi yoki ikkinchi sinf bolasi, men deydi birovdan qarz bo'lishni xohlamayman deyapti. Chunki o'sha haqiqiy hayotga simulyatsiyaga o'xshagan bir pul oldi berdisi borda maktabning ichidagi, u bilyapti. Keyin ayrim narsalarni aytishdi. Bittasi kelibdi-da, otasiga aytdiki, dada debdi, mana men shuni menga ko'paytirib bering debdi-da. Ya'ni falsifika qilib, ya'ni pulni qalbakilashtirishni otasiga aytibdi-da. Ya'ni bu nimada srazu nimalar ham paydo bo'ladi-da. Yo'l har xil qidiradi. yo'l yo'riqlarni topadiganlar bo'ladi-da. Otasi aytdiki, yo'q bolam, bu mumkin emas bunaqa narsa qilish. Buni bunaqa yo'l bilan ko'paytirib bo'lmaydi buni. Buni mehnat qilib topish kerak degan ma'noda aytdim deydi farzandimga. Mana bizani tasavvurimizga ko'ra, Ibrohim aka, kelajakda mana men o'zimcha o'ylayman, yaqin orada ma'lumot beruvchi, bilim beruvchi deylik, bu robotlar, ya'ni o'sha sun'iy intellekt borib o'sha robotga aylanib, siz bilan bizani yuzimiz, ko'rinishimiz bo'ladi, kerak bo'lsa qanaqadir mimikalarni ham qila oladigan robotlar paydo bo'ladi-da, ular dars berishni boshlaydi. Lekin to'g'ri, ular emotsiya bera olmasligi mumkin, mehr bera olmasligi mumkin. Lekin Emotsiyalarni ham beradi. balkim berar. Chunki men mana yaqinda o'sha AI temasida yangiliklarni nima qilyapman. Google'da yangi emotsiyalarni chotki beradigan голосовой nimasi chiqdi. Hazillashib ham biladi, kulib ham biladi. O'sha gapni kontekstiga kelib turib, emotsiyalari bilan muloqot qiladi. O'qituvchilarni o'rnini shular egallay olarmikin degan menda bir savol bor. Sizni o'zingizda bir fikringiz bo'lsa, chunki biz kelajakka shunga tayyorgarchilik ko'ryapmiz-da hozir. Taxminimni aytaymi? Taxminimda ha. O'qituvchilarni o'rnini bosa oladi deb o'ylayman. Chunki meni nazarimda bundan bu yoqga ta'lim qanaqa bo'ladi desangiz agar, chunki hamma narsa o'zgaradi-ku. Ta'lim qanaqa ko'ryapman men? Ta'lim personalizirованный bo'ladi. Ya'ni individual bo'ladi. Masalan, hozir maktabda nimaga hamma bitta sinfga kiradi, o'qiydi. 4 ta, 5 ta, 10 ta a'lochi bo'ladi, keyin qolganlari o'rta baho, keyin qolganlari uchchi bo'ladi. Nima bular miyasi yaxshi ishlamaydi, buni miyasi yaxshi ishlaydimi? Yo'q. Kimdirga boshqa narsaga mo'ljallangan bu. Uni miyasi, tushunchasi, qobiliyati, qabul qilishi, bunisi boshqa narsaga mo'ljallangan. Buni shu boshqa narsaga qiziqadi, bunisi boshqa narsaga qiziqadi. Ya'ni faktorlar bor. Qaysidir joyda o'sha fan bo'yicha yaxshi o'qituvchi yo'q, qaysidir fan bo'yicha yaxshi o'qituvchi bor. Misol deylik-da. Qaysidir joyda o'qituvchi to'g'ri bu bola bilan muloqot qilib, uni psixologiyasini tushunmaydi, u bola bilan do'stlasha olmaydi, u undan o'rganmoqchi ham emas, misol deylik, lekin qiziqsa ham. Ko'pda bunaqa faktorlar. Agar AI bilan bu narsa bo'lsa, bu har bitta o'quvchini individual o'rganib chiqadi-da. Qiziqishi, xohish, istaklari, qo'rquvlari, ikkilanishlari, unga uslubini, metodini tanlab olib, aynan uning uslubi orqali o'rgatish asnosida juda katta rezultatlar qilish mumkin va juda katta samaradorlikka erishish mumkin degan fikr bor menda. Endi qarang, qarshi joyi bor-da, masalan, siz hozir aytayotgan zo'r bilim olishga ham ehtiyoj bo'lmay qoladi-da, ertaga o'sha AIlar rivojlanib, sun'iy intellekt rivojlanib borsa, siz bilan biza faqat buyruq berib o'tirishga, shu buyruq bera oladigan darajadagi bilimimiz bo'lsa, deylik, shuni o'zi yetarli bo'lib qolishi mumkin-ku, masalan. Ya'ni o'ta darajada aqllik, o'ta darajada bilimlik bo'lishimiz ham shart bo'lmay qolarmikin deb ham bir tomondan o'ylayman-da, chunki logika, mantiq bu tomonga qarshi keladi, bu tomonga ham qarshi kelaveradi-da. Yo'q, bu yerda mana hozir ham shu. Ya'ni bu narsa doim bo'ladi. Ya'ni o'qimaydigan, o'rganmaydigan, bilmaydiganlarni biladigan, ma'lumotga ega bo'lgan odamlar boshqaraveradi. U yerda ham xuddi shu bo'ladi. Ya'ni haqiqatan ham hayot mana soddalashib, osonlashib ketaveryapti-ku kundan kunga. Odamlar dangasalashib ketaveradi. Ozgina dangasalardan ozgina yaxshiroq bo'lgan, ha. Chunki o'sha AI dan ham to'g'ri integratsiya, to'g'ri foydalanish ham kerak-da. Shunday. Misol deylik. Ozgina yuqoriroq bo'lgan narsa ko'proq narsaga erishaveradi. O'sha mavzuga yana qaytaylik. Mana o'sha robot deyapmiz endi, o'sha sun'iy intellekt bilan birgalikda ular
ta'lim berishi mumkin, emotsiya ham berishi mumkin, lekin mehr bera olmasa kerak, men o'ylashim bo'yicha. Bunga nima deysiz masalan? Chunki mehrni bizni haqiqiy insonlardan olamizda, ota-onamizdan, ustozlarimizdan. Siz sun'iy intellektga sevib qolganlarni haqida eshitdingizmi? Sun'iy intellektni sevib qolganlar. Sevib qolgan. Shunchalik uni o'zini gaplari bilan rom qilib qo'ygan. Ota-onasidan bunday mehrni ko'rmaydi-da u. Yaqin odamdan bunaqa mehrni ko'rgani yo'q-da. Har xil поддержка qiladi. Baraka top deydi. Baraka top deydi, maqtab turadi. Ko'ngliga yaqin narsalarni topib beradi. Sevib qolgan sun'iy intellektni. Bunga nima deysiz agar mehr bo'lmasa? To'g'ri. Endi bu narsalar juda bahsli, chunki ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Xudo xolasa endi ko'raversak kerak deb o'ylayman, chunki juda tez keladigan narsalarga o'xshab tuyulyapti menga. Chunki hozir o'zim ham bir 3-4 ta adashmasam sun'iy intellekt har xil versiyalarini ishlataman. Hammasini qiziqib pullik versiyalarini olib qo'yganman. Ya'ni savol berib ko'raman. Uni nima deyish kerak, nima deydi? Tarbiyalash kerak deydimi? O'sha ma'lumotlar bilan, o'zingizdagi ma'lumotlar bilan tarbiyalasangiz, siz haqingizda yoki siz nimani qanaqa yo'nalishda bo'lsangiz, o'sha haqida ma'lumot beraverar ekanda. Misol uchun biz ta'lim sohasida bo'lganimiz uchun ta'limga oid hamma ma'lumotlarni yuklab qo'yganim va kimligimni tanigani uchun menga bir xuddi o'zimga maxsus javob berayotgandek beradi-da. Chunki unda ma'lumot bor o'zi. Ya'ni bir boshqa bir davrga qarab ketyapmiz deb men fikrlaringizga qo'shilaman. Ya'ni hozir mana ta'lim va tarbiya jarayoniga bu narsani ta'siri baribir katta bo'ladi kelajakda. Ko'pchilik sun'iy intellektni hayotga kirib kelishini bu yana bir yangi bir bosqich deb ko'ryapti-da. Buni hali ko'pchilik his qilmayotgandir, sezmayotgandir, lekin bir 2030-yillarda menimcha juda qattiq his qilinish, sezilish boshlansa kerak. Nimalarimiz o'zgaradi deb o'ylaysiz? Mana shu ta'lim, tarbiya jarayonida sun'iy intellektni bizga kirib kelishida, biznes qilishda-ku o'zgarish 180 gradus aniq. Lekin an'anaviy ta'lim, mana misol uchun hozir siz bekorga pruscha demadingiz, bu an'anaviy ta'lim haqida aytyapsiz-da. Bu yerda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaysiz? O'zingizning fikrlaringiz, chunki kuzatishlaringiz, siz ham farzandlaringiz bor, ular ham maktablarda o'qishyapti. Meni nazarimda shu boya aytganimdek, o'sha ta'lim jarayonida shu texnologiyalar integratsiya qilinadi. Bu o'sha o'qituvchilarni birinchi o'rinda kuchaytirishga yordam berish kerak. To'g'ri foydalanilsa. Misol deylik, uyga vazifalar bo'ladimi? Qandaydir bir o'quvchini поддержка qilish kerak bo'lgan jarayonlar hammasi AI orqali amalga oshsa, menimcha yangi bir uringa olib chiqsa bo'ladi. Shunday. Endi bu ham foydalangan, to'g'ri ma'noda foydalanganga yaxshi-da, chunki yuqorida aytganimdek, o'quvchilarimiz dangasalashib boryapti dedik-ku, borgan sar. Ular vazifalarni ham unda bajaryapti. Kerak bo'lsa o'qituvchi vazifalarini unda tekshiryapti-da. Ya'ni shu davrga kelib qoldik-da biz hozir. Menimcha bu yana ham rivojlanib, o'tkirlashib boraversa kerak. Xullas, bir ajoyib suhbat bo'ldi, Ibrohim aka. Masalan, siz haqingizda ko'p ma'lumotlarni oldik, ta'lim va tarbiyaga oid ancha-muncha manfaatli fikrlarni oldik. Tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bir oxirgi fikrlaringiz bor bo'lsa, bizdan ota-onalarimiz, bizani obunachilarimizga fikrlar berib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Aytadiganim shuki, ota-onalar farzandlarini o'sha maktab davridanoq ularning maqsadlarini aniqlashtirishga yordam bersinlar. Majburiy yo'nalishga yo'naltirmasinlar. Ya'ni har bir odam unikal odam. O'zgacha men o'zimni orzuyimni sanda amalga oshiraman degan tushunchalarda emasda, u farzandingiz o'zi qobiliyati nima, talanti nima, o'sha talantini topgan holda zamonaviy texnologiyalar orqali talantini ro'yobga chiqarishga yordam berishingiz kerak deb o'ylayman. Shu uchun tavsiya qilaman. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.